2025-yilda ishlab beradigan tradingdagi top 3 ta eng yaxshi strategiya. Agarda siz 2025-yilda yaxshi daromad qilmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingiz strategiyangizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu videomiz aynan siz uchun. Agarda siz kanalda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, обязательно подписка bosib qo'ying. Bundan ham foydali video darsliklar hali oldinda va hozir ham bor. Demak, birinchi strategiyamiz bizda breakout strategiyasi, ya'ni proboy. O'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, buzib o'tish strategiyasi. Breakout strategiyasi bu tradingdagi eng samarali va tez foyda olish mumkin bo'lgan usullardan biri hisoblanadi. Bu strategiya asosan narxda muhim support yoki resistance darajasi buzilgandan keyin yoki trend yo'nalishi o'zgargan paytda qo'llaniladi. Demak, hozir o'sha breakout strategiyasini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib narximizga e'tibor beradigan bo'lsak, oxirgi impulsimiz aynan sellda boshlandi va mana shu nuqtada tugadi, to'g'rimi? Narximiz oxirgi yasalgan minimumni bitta ozgina korreksiya berdi, kichkina buzib o'tib retest berdi. Bizga idealniy kirish nuqtasi aynan mana shu retestdan bo'ladi har doim. Endi buni trend bo'yicha davom ettiradigan bo'lsak, bizda qaranglar, keyingi impuls uchun mana shu nuqtada boshlanyapti, to'g'rimi? Selga. Bu ketdi, mana shu nuqtadan уже korreksiya bo'ldi mana. Keyingi minimum shakllandi уже bizda. Va narximiz ham bu minimumda qaranglar, bitta impuls berib, keyin buzib o'tyapti-da. Уже retest и дальше sell. Bizda idealniy sell struktura уже mana joyi o'zida shakllanib bo'ldi. Biz просто har bitta kuchli minimum shakllanib, retest bo'lganidan keyin sellga payt solishimiz mumkin. Va undan oldin уже e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu nuqtada bizda bitta bir vaqtda o'zida bu joyda ложный пробой ham bo'lgan, ko'ryapsizlarmi? Narximiz buzib o'tib turib, shpilka tortib tepada yopilganda, impuls bilan tepaga qarab harakat qilgan. Va keyingisi уже tushib turib, liniyadan pastda yopilgan svecha, undan keyin ozgina pastroq tushib, retest и дальше impulsiv sell davom etgan. Bizda breakout strategiyasi xuddi shunaqa ishlab beradi. Demak, biz breakout strategiyasidan foydalanayotgan paytda nimalarga kattaroq e'tibor berishimiz kerak? Birinchisi bizda ложный пробой, ya'ni narx qanaqadir kuchli maksimum yoki minimumga yetib keladi, uni soxta buzib turib, keyin o'zini yo'nalishida davom ettirishi mumkin. Ikkinchisi va eng muhimi, fundamentalniy analiz. Ya'ni bozorda qanaqadir kuchli yangiliklar bo'lib qoladigan bo'lsa, narxdagi historiskiy maksimum bo'ladimi, minimum bo'ladimi, ularga qaramasdan impuls bilan o'sishi yoki tushib ketib qolishi mumkin. Bunaqa holatda nima qilishimiz kerak? Bunaqa holatda biz lучше pozitsiya ochmaganimiz yaxshi. Agarda сделкamiz bo'ladigan bo'lsa, уже biz albatta stop loss bilan ishlashimiz kerak. Uchinchisi bizda likvidatsiya. Narximiz qanaqadir kuchli minimumga yetib keldi va kichkina korreksiya oldi. Buni ko'rgan hamma sразу buy olishni boshlaydi va narx 10-20 pips yurgandan keyin bitta impuls bilan tashlaydi, hammani stop lossini yechadi va minimum yangilaydi. Bunaqa holatda ko'pchilik treyderlar уже minimum buzildi deb turib, yana sell olishga ham harakat qiladi va narx dalshi impuls bilan rost berib, даже sell olganlarni ham stop lossini urib ketadi. Bunaqa vaziyatda biz nima qilishimiz kerak? Iloji boricha katta sessiyalarda savdo qilishimiz kerak va ob'yomga qarab trade qilishimiz kerak. Ya'ni o'sha volumni qo'shib olib, shunga qarab savdo qilishimiz kerak. Sizlarga yana bitta narsani aytib ketmoqchiman. Bizdagi har bitta breakout ham uzoq muddatli bo'lmaydi. Ya'ni bir xil breakoutlar bo'ladi, bizda o'sha maksimum buzilgandan keyin narximiz 100 pip, 150 pip yurib berishi mumkin. Lekin yana bir xillari bo'ladi, narx 30-40 pipsdan keyin o'sha korreksiya berib yuborishi ham mumkin. Shuning uchun ham biz har bitta breakoutdan ham unaqa uzoq muddatli ideya kutmasligimiz kerak. Bo'lish ehtimoli bor. Unaqa bo'lmay qolsa-chi degan tarafini ham hisobga olib savdo qilishimiz kerak. Bu strategiyamiz bizda uzoq o'tmishdan beri, o'sha dinozavrlar paytidan beri bor va shunchaki bu yillar davomida biroz o'zgarishlar kiritib kelyapti. Bu strategiyadan siz to'g'ri foydalansangiz, eng minimum narxda kirib, bozorda maksimal foyda olishingizga imkon yaratib beradi. Eng muhimi riskingizni to'g'ri boshqarish va sabrli bo'lish. Ikkinchi strategiyaga o'tishdan oldin menga bugun katta ta'sir qilgan Thomas Edisonning bitta iqtibosini sizlar bilan ulashmoqchiman. Bizning eng katta zaifligimiz bu taslim bo'lish. Muvaffaqiyatning eng ishonchli yo'li yana bir bor harakat qilishdadir. Bu iqtibosdan biza nima xulosa olsak bo'ladi? Tasavvur qilyapsizlarmi, Thomas Edison bitta lampochkani ixtiro qilish uchun 10,000 martadan ortiq harakat qilgan. Va bu narsa kuniga bittadan urinish bo'lgan taqdirda ham bizda 30 yildan oshiq vaqt mobaynida bitta lampochka ixtiro qilingan degan. Hozir odamlar trading sohasini endi boshlayapti-da, boshlaganiga 1 oy, 2 oy bo'lmasdan bir marta, 2 marta minus qilgandan keyin sразу sohani tashlab chiqib ketishyapti. Buyuk narsalar har doim katta vaqt talab qilgan. Tradingda ham xuddi shunaqa. Yillar davomida siz xatolar qilasiz, slivlar minusda bo'ladi va har bitta xatodan keyin siz o'zingiz ustingizda ishlab, xulosa qilib va undan keyingina o'sishda davom etasiz. Hech qachon bittada qaysidir sohaga kiradigan bo'lsangiz ham bittada kirib, bittada boy bo'lib qolish, bunaqa narsa hech qayerda yo'q. Muvaffaqiyatga faqatgina unga loyiq insonlargina erishadi.
Demak, darsimizni davom ettiramiz. Ikkinchi strategiya Fibonacci strategiyasi. Bu treyderlarga trend davomida muhim qaytish nuqtalarini aniqlashga yordam beradigan kuchli vosita. Ushbu strategiya narxi oldingi harakatiga asoslangan holda kelajakdagi qatlam pullback berishini yoki-da trend davomiyligini aniqlashimizga yordam beradi. Demak, hozir sizlar bilan Fibonacci darajalaridan qanaqa to'g'ri foydalanishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib bizda bitta shakllangan struktura kerak. Misol uchun mana oxirgi baydagi strukturani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Narxdagi eng kuchli minimum, aynan mana shu impuls boshlangan joy struktura va u tugagan nuqta. Demak, biz Fibonacci'ni 0 dan 100% ga qarab tortib olishimiz kerak bo'ladi. Tortib olganimizdan keyin narximizdagi 618 va 05 oralig'i bizda golden zone hisoblanadi. Lekin biz force majeure holatda maksimum 382 gacha bu zonani belgilab olsak bo'ladi. Va narximiz shu orada razvorot beradigan bo'lsa, pozitsiya olib, bizani demak birinchi take profitimiz 1 da, o'sha ikkinchi take profitimiz bo'ladigan bo'lsa, bizda 1.618 da joylashgan bo'ladi. Fibonacci'dan biz trend yo'nalishi bo'yicha belgilayotgan paytimizda aynan shunaqa ko'rinishda foydalanishimiz mumkin. Muhimi biz strukturani to'g'ri aniqlab, risk qoidalariga amal qilgan holda savdo qiladigan bo'lsak bo'lgani. Va bu strategiyadan foydalanish bo'yicha men to'liq video darslik qilganman. Tepada link chiqib keladi. O'sha link orqali o'tib, to'liq video dars ko'rib o'rganishingiz mumkin. Albatta, bu darsimiz tugagandan keyin. Xo'sh, oxirgi va eng muhim strategiya, ya'ni SNR. Bizda o'sha oldindan bo'lgan support va resistance darajalari. Bu darajalar bizda oldindan foydalanib kelgan eng mashhur klassik analiz turlaridan bittasi hisoblanadi. Prosta ko'pchilik insonlar bu strategiyadan foydalanayotgan paytda noto'g'ri foydalanib qo'yishadi. Oldingi strategiyalarda ko'rganimizdek, bu strategiyada ham bizda ложный пробойlar bor. Va ko'pchilik insonlar shunga aldanib, savdo bitimlarini ochishadi va o'z сделкаларni minusda yopishadi. Bunga aldanmaslik uchun biz quyidagi qoidalarga amal qilishimiz kerak. Birinchisi false breakoutlar, ya'ni boya aytganimdek ложный пробойlar. Ba'zan narximizda kuchli support yoki resistance darajasini buzib o'tib, keyin qaytib ketishi mumkin. Buni biz oldindan bilish ilojisi yo'q, lekin biz har doim retest kutib yoki ob'yomga qarab savdo qilishimiz mumkin. Ikkinchisi time frame'larga e'tiborli bo'lish. Ya'ni biz D1, H4 yoki H1 da aniqlaydigan darajalarimiz kichkina time frame'larga qaraganda ancha kuchli darajalar hisoblanadi. Shuning uchun ham maslahatim analiz qilayotgan paytingizda iloji boricha katta time frame'larda analiz qilishga harakat qilinglar. Uchinchisi, qo'shimcha indikatorlardan foydalanish. Savdo qilayotgan paytimizda faqatgina support va resistance darajalariga emas, balki qo'shimcha indikatorlarga ham asoslangan holda, ya'ni MACD, RSI yoki Fibonacci'dan foydalanib savdo qiladigan bo'lsak, bu bizga bo'lib aniqroq savdoga kirish nuqtalarini topishga yordam beradi. SNRdan foydalanish bo'yicha men to'liq video darslik chiqarganman va tepada videosi chiqib keladi. O'sha joyga o'tib, bemalol to'liq darslikni ko'rib o'rgansanglar bo'ladi. Videoni Elon Muskga bitta gap bilan tugatmoqchiman. Harakat qiling, muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqmang. Har bir xatolik bu tajribadir. Hammaga omad. Videomiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Albatta izohlarda o'zingiz fikringizni yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang.